Nurbuloq shaharchasining turizm marshrutiga kiritilgani munosabati bilan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Xususan, yo'l yoqalari tartibga keltirilib, 1 kilometr 200 metr masofada piyodalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda velosipedchilar uchun maxsus yo'laklar barpo etilmoqda. Shuningdek, hududda favvora, bolalar o'yingohi, workout maydonchasi hamda 24 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyekti qurilishi davom etmoqda. Elektr tarmoqlarini yangilash, ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, saylgoh va piyodalar yo'laklarini barpo etish bo'yicha ham qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Po'latchi mahallasida esa aholi bandligini ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar ajratilib, ularning tadbirkorlik faoliyatini boshlashiga ko'mak berilmoqda. Natijada yil boshida ishsiz sifatida ro'yxatda turgan fuqarolarning bir qismi bugungi kunda doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. İjtimoiy reyestrimizdagi yilda boshida 83 ta fuqarolar kiritgan edi. Hozir kunga kelib ular 52 taga tushdi. Ularga ijtimoiy ko'maklar, yordamlar berildi. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha hokim yordamchisi, rais, xotin-qizlar hamma 7 talik birgalikda birga ishlab, ne'mat va mahsulotga hozir kunda ishsiz bo'lganligi sababli hokim yordamchisi tomonidan subsidiyaga mashinka olib berildi. Mashinkadan foydalanib farzandlarini boqishga yordam qilyapti. Nogiron farzandi bor, unga aravacha olib berildi. Keyingi Shodiy va Mahliyo degan tikuvchi qizimiz bor. Tikuvchilik qilish maqsadida mashinka ajratilgan. Ro'zimurod Bekmurod degan bolaga suvda ajratilib 30 million kredit ajratildi. Ular hozir kunda yirik shoxli qoramol olib, oilasini boqishga daromad olyapti. Yuksalish mahallasida ham aholi bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bugun bu yerda 6141 nafar aholi istiqomat qiladi. Yoshlar va ishsiz fuqarolarning kasb-hunar egallashi, tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Mahalla ko'magida parrandachilik faoliyatini yo'lga qo'ygan Odil Karimov bugun o'zining barqaror daromad manbaiga ega bo'lgan tadbirkorlardan biri. Bedanarchilik bilan shug'ullanib kelaydik. Mahallaning tavsiyasi bilan tovuqchilikka o'tdik. Yetishtirib bergan mahsulotimizni o'zlari oladi. Har 1 kilo bitta tovuqdan 3 kilo 200 dan topshirdik. Birinchi partiya hozir 9 tonnaga 27 million beryapti. Yaxshi daromadi ham 2 kishi ish bilan ta'minlangan, yana rivojlantiramiz degan maqsad bor. Mahalla yoshlari uchun ajratilgan yer maydonlarida dehqonchilik ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Yoshlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib, qo'shimcha daromad topmoqda. Nurobod tumani mahallalarida amalga oshirilayotgan bunday obodonlashtirish, infratuzilmani yaxshilash va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan ishlar hududlarni kompleks rivojlantirish, natijada esa aholi turmush sifatini yuksaltirish hamda yangi O'zbekiston islohotlari samaradorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.